Rasman bu tasdiqlandi do'stlar. Karim Adeyemi Barselonaga 22 million yevroga transfer qilindi. Barselona klubi rahbariyati tomonidan juda ham aqlli transfer amalga oshyapti do'stlar. Nimaga bunday deyapman? Chunki 22 million yevroga juda ham universal bo'lgan hujum fazasidagi o'ng qanotda ham, chap qanotda ham va hujum ortida yolg'on to'qqizlik rolida juda ham yaxshi o'yinlarni namoyish etadigan Karim Adeyemi endi Barselonada harakatlanadi. 22 million yevro do'stlar. Undan tashqari 7 million bonus bo'lishi mumkin agarda qandaydir Barselona mavsum davomida kattaroq sovrinlarni qo'lga kiritadigan bo'lsa. Umuman olganda 30 million uchun Karim Adeyemi darajasidagi futbolchini transfer qilish menimcha bu Barselona rahbariyatining daholigidan bo'lsa kerak. Xo'sh, endi ko'rib chiqamiz do'stlar, Barselonaga o'zi Karim Adeyemi tushadimi yoki yo'q? U Barselonada qaysi pozitsiyada o'ynaydi va qaysi pozitsiyada o'ynagani Barselona uchun ko'proq foydali bo'ladi. Mana shular haqida gaplashamiz. Siz videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying, men boshladim. Adeyemini shunchalik qiziqarli futbolchiga aylantiradigan jihatlardan biri uning hujumda deyarli barcha pozitsiyalarda o'ynay olishi. Bu esa Hansi Flickga juda samarali foyda berishi mumkin. Adeyemi o'ng qanot hujumchisi sifatida Lamine Yamalga dam berishi uchun bu uning asosiy pozitsiyasi va ehtimol u eng ko'p aynan shu yerda o'ynaydi. Zarurat tug'ilganda Lamine Yamalga dam berish imkoni bersa, Adeyemi maydonga tushadi. Adeyemi markaziy hujumchi pozitsiyasida ham o'ynay oladi. Agar Barselona hujumda ko'proq tezlikka muhtoj bo'lsa, Adeyemi markaziy hujumchi sifatida o'ynashi mumkin. Bu holatda Anthony Gordon chap qanotda, Lamine Yamal esa o'ng qanotda harakat qiladi. Bu rolda Adeyemi Lamine Yamalning kesib beradigan paslari va ijodkorligini juda yaxshi foydalanishi mumkin. Adeyemi chap qanot hujumchisi sifatida bu variant ehtimoldan biroz pastroq, chunki u yerda Rafinha va Gordon kabi variantlar bor. Ammo kerak bo'lsa, u chap qanotda ham o'zining portlovchi tezligi va to'g'ridan-to'g'ri hujumlari bilan foyda keltirishi mumkin. Bir tasavvur qilib ko'ring, Adeyemi va Gordon qanotlarda, Lamine Yamal esa soxta to'qqizlik rolida. Gordon va Adeyemi qanotlarda joylashadi. Yuqori pressing va qarshi hujumlarga tezlik bo'yicha ikki juda kuchli futbolchi bor. Lamine esa markazga siljib harakat qiladigan soxta to'qqizlik sifatida ularga doimiy ravishda paslar yetkazib turadi. Bu aynan Flick yoqtiradigan moslashuvchan hujumchiligi bo'lishi mumkin. Hujumdagi barcha pozitsiyalar o'rtasida doimiy ravishda almashib o'ynay oladigan 3 futbolchi paydo bo'ladi. Va endi do'stlar, oxirgi savolni sizlarga qoldirmoqchiman. Karim Adeyemi Barselonaning o'yin uslubiga tushadimi va bu omadli transfer bo'ladimi? Albatta izohlarga yozib qoldiring.